Yutalingizga qancha bo'ldi? Yutal shu aytyapman-ku, Bir yil bo'ldi. Bir yil bo'ldi. İlk oynamızda kuchayganda o'qilib ketadi. Onkologiya bordingiz. Bordim. O'pkadan biroz suyuqlik oldimi? Yo'q, hech nima qilgan yo'q. Faqat erga ham 5-yanvar kuni bordim. Shu tomog'imdan nima qilgandan keyin mana ular borda shu tomoqda. Undan borganimdan keyin aytdiki, bizlar kasal emas dedi, tushmang dedi. Men aytdim, bilmasam doktor dedim. Hech yaxshi bo'lmayapman dedim. Baribir ham nima qildida tushdim. Aytdi, bizlar kasal emas dedi, yaxshi dedi. Faqat dedi oshqozon tomoq yo'lida bag'da yara bor dedi. Lekin ancha shamollash bo'ldi dedi. Ha dedim. Aytdi, mana dedi, boring o'zlaringizga dedi. Ha dedim, Kattaqo'rg'onga keldim, nima qildim? Uyda ham 8 kun, 10 kun yotib davolanib keldim. Baribir foyda yo'q-da. Bu Samarqandda yotganimda kichik qoluvdi. Bu Kattaqo'rg'onda yotganimdan keyin vobshe qo'zg'avordi-da. Umuman siropi yo'q-da buni mana. Bormagan joyim qolmayapti doktorjon aynalik. Oxirigacha ukam aytdi, opa sherga boring dedi, ilgari ham boruvdingiz-ku dedi. Oldin keldingizda? Oldin boshqa belgi bo'yicha edi, yutalmasdi-da. Yo'q, yutal emas, faqat oyog'im, qo'l, bellar uchun kelgan edi-da. Lekin ancha o'zgarish bo'ldimi? Yaxshi bo'ldimi? 15-yil lekin kelganimda Makkadan nima bo'lib keluvdim. Bir 6 oy onkologiyasiga qatnavdim. O'shanda ular Toshkentga buyurdi. So'ng ukam o'shanda ham aytdi, ukamga yig'lab, shunday bo'pman deganda, opa sherga olib boraman deb sherga olib keluvdilar. Unda dadangiz bor edilar. Dadangiz ko'rib, unaqa kasal emas sizniki deb bir ikkita sirop nimalar berib yuboruvdilar-da. Ana shundan ichganimdan yaxshi bo'lib ketuvdi. Ha, yaxshi. O'sha vaqtiga, ha? O'sha vaqtda, o'sha 15-yil. Endi hozir bu yutal bo'yicha kuchliroq keladi. Yutal ana endi zo'r. İçerisinden utanma yutar çağırıp. Şimdi olarak drom verir. Tuvalke volkiler yotar. Tuvalke volkiler yotar. Dünkam kuruyor diyor. Ichiz qotmaydi? Qotadimi? Yo'q. Zarda qilmaysiz? Yo'q, zarda qilmayman. Oyoqlarda yaxlash, bellarda og'riq o'zingizda. Yo'q, belimdiki, endi oyoqdiki, beldiki Oz-ozgina bor. oldindan bor. Oz-ozgina bor. Polartirit, revmatizm deb oldindan ham bor. Bu oldindan davolanaydim o'zi. Şu yutarcılar zor yaptı. Xo'p, endi bir yaxshilab yotib olasizda baribir. Kelib ketish juda qiyin-ku. Bizga ancha uzoq ekan-da. Ancha uzoq. Bu dorilarni oldingiz, hammasini kimyo dorilar. 2 marta, 3 martadan olganman. 8-10 milyon lira çıkıp giderken bunlar. Ha, o'zi bo'lmaydi buncha narsani. Shu yoshda ukol dorilarni organizm hazm qilishi ham. Endi mana bu qizarish bor-ku. Bu narsa kuchli yutal holatingizni ham orttira olasiz. Mana qizil o'ngashdagi qizarishni ham. Yutal ursangiz ham bu eroziv bo'ladi, bar antral gastrit bo'ladi. Yutal urasiz-ku, zo'riqtiraveramiz. Keyin har xil dorilardan foydalanyapsiz. Ben shunday dorini jidda ko'p ichaman. Refleks izofagit 2-daraja deb beryapti. Ya'ni men bu yerda kuchli nagruskada qizil o'ngashda zo'riqtirganingizdan keyin qizarishlar paydo bo'ladi baribir. Ya'ni yutaldan tashqari ikkinchi kasallik kelib chiqaveradi. Chunki turli xil dorilar foydalanyaptilar yutal uchun. Bir ichishda 10 talab tabletka beradi. Hazilmasda o'sha narsalar ham mana bu narsani olib keladi, izofagit. Bir ukol qilishda 2 ta, 3 talab sistema ularda orqasidan 10 ta, 8 talab mayda ukol yuboradi. Tomirdan. Mana o'sha narsa ham yutal birinchi boshlanishi bo'lsa, mana bu narsa o'shani ikkinchi bosqichi bo'lib ketaveradi, ikkinchi kasallik bo'lib ketaveradi qizimga. Xo'p, mayli, bularni ko'rdik.
Hozir men muolajalarni xudo xolasa yozib beramiz. Yo'tallar uchun o'pkaga damlamalarni yozib beramiz. Yalanadigan malhamlar bor, xantallik malhamlar. Bularni qo'limizdan kelgancha hammasini sxema qilib beramiz. O'pkalarning ortidan bitta ikkita zuluk qo'yamiz. Ya'ni nima uchun? O'pkaga qon aylanishiga yordam beradi va unda suv yig'ilish bo'lsa, plevrit o'pka pardalari shamollashi bo'lsa, hattoki o'shalarga ham yaxshi foyda qiladi va bir ikkita sutlik malham beramiz. O'pkada suv yig'ilish bo'lsa ham hattoki yaxshi foyda qiladi. Endi tabiiy narsada bir xotirjamligingiz bor, biron joyda buzadi demaysiz. Bu bir. Ikkinchidan oldini olish uchun ham foydalanishingiz mumkin-da. Tushundingiz-a? Onam yutadi. Xudo xolasa endi yaxshi o'zgaradi. Ancha o'zgaradi. Endi bunday narsa, astmalar keladi bizga. Astma bronxitni bilasizlar. Shu astma bronxit deb shunday qildi. Ha, sizda hozir o'sha holatlarda ham bizning malhamlarni sepib, kuchli, hattoki uyfilin, salbutamol, garmon bilan yuradigan xolalarimiz bilamiz. Kecha xolamiz kelib ketdilar. Juda kuchli xashillashidi. Allohga shukr, hozir kecha kelganda boshqa dard bilan ancha holat zo'r. Yo'tallar qolib, endi birozgina vaqt kerak. Endi birdan hamma dardni olib bo'lmaydi, chunki ancha yildan beri bu kishi ancha vaqt bo'ldi-da barmuncha o'kol dorini. Ha, ko'p bo'ldi, 1 yil bo'ldi-da. Hozir mana bu muolajamiz sizdagi tanalaridagi dorilarni tanadan tozalash kerak avvalo. Ichaklardan, o't qopi, jigardan. Shu hozir muolajani yozib beramiz, kirishib olasiz. Nasib bo'lsa yuzimiz yorug' bo'ladi. Ha, xudo xolasa, niyatimiz ham shu.